Assalomu alaykum, Tepaqo'ron Chorva kanali obunachilari, aka-ukalar, YouTube ishqibozlari, qo'chqor ishqibozlari. Obunachilar, bugunga mana bunaqa qo'chqorni bahaybatlaridan kelgan akalar videoni boshida bitta like deb bosib, obuna bo'lmanglar, obuna bo'lib, yaxshilab joylashib tomosha qilaverasizlar. Inshaalloh biz qo'chqorlarning ma'lumotini berishni boshlaymiz akalar. Eslatib o'tamiz, manzilimiz Namangan viloyati, Namangan tumani, o'sha arzonchilar, optimchilar qishlog'i, Tepaqo'ron qishlog'idan video syomkamizni olib boryapmiz akalar. Bugun hafta kuniga seshanba 9-iyun 2026-yil. Akalar, mana bu gibrid qo'chqorimizni ma'lumotini beramiz. Bu gibrid degandagi obunachilar, bu quloqlari, kallalari arashanga tortadi, to'ni, yungilari hisoriga tortadi obunachilar. Inshaalloh telefon qilasizlar, buni adden o'zini videosini chiroyli qilib tashlab beramiz. Unday bo'lsa biz ma'lumotini berishdan oldin akalar, qo'chqorni mana bunaqa gullarini kim chiqaryapti desalaring, shu o'zimizni arzonchi ukamiz Dilmurod bo'ladi. Dilmurod, assalomu alaykum. Assalomu alaykum, Valjon aka. Assalomu Alaykum assalom. Bormisiz? Salomatmisiz? Alhamdulillah, qo'chqorni ham bugunga shu boshqachalarni olib kelibsiz-a? Yaxshilaridan keldi bugun. Mashalloh. Akalar, qo'chqorni stoykasiga e'tibor berib qarasa, tushlari otilib chiqqan joyidan mana. Unday bo'lsa biz buni ma'lumotini berishni boshladik, Dilmurod. Qo'chqorimiz Valjon aka gibrid qo'chqor bu. Gibrid ekan-a? Gibrid hisor bilan arashan chatishmasi. Mash kalla quloqlari arashanga tortar ekan-a? Arashanga tortadi. Quloq tashlashlari. To'ni mana bunaqa kashtan akalar, hisorniki. Mashalloh. Obunachilar, mana simjum variantidan. Kastiyaklari ham juda go'zal mana akalar. Kastiyaklari ham o'sha arashanga tortadi. Kallani qaranglar, kallani. Quloq joylashuvlari o'ta mo'shni. Yaltirab turibdi, tushlari mana akalar oldiga otilib chiqqan variantda, oldini kengligi ham obunachilar mana. Mana bunaqa oldi keng variantidan aka-ukalar. Mashalloh, qo'chqorimiz o'ta dahshat, bir dona nuqsoni yo'q. Obunachilar dumbalari ham mana bunaqa razrezi dakansa variantidan akalar. Orqa oyoq kengligi, oyoqlari mana akalar stakan tuyoq variantida. Ko'rib olasizlar, qo'chqorimizni mana bu uzoqdan umumiy ko'rinishi obunachilar. Buni yosh oyligi qanaqa Murod? Tish tashlayapti. Aka mana Hali yoshmi bu? ko'zidan o'tyapti mana. Obunachilar mana endi ekishga chiqaryapti, hali to'ldirmagan. To'ldirmagan hali. Ekishga chiqarib turgan qo'chqorimiz, lekin davdasi buni 4 tushda aytyapti lekin. Qo'chqor o'ta mo'shni variantdan obunachilar. Bo'y basini ham o'lchab ko'rsataylikchi? Qo'yingchi metrda. Bismillah. Ko'ringani olish o'zini. Yerdan bukilgan, sukilgan joyi yo'q. Mana obunachilar, mana shu metrda ko'ringaniga savdo qilasizlar. Biz aytsak 1 sm, yarim sm plus minus bo'lsa, hali unaqa o'zini kimligini bilmaydiganlar bor-ku. Metrdan uryapsan deganlar, shunaqalar negativ yozishi mumkin. O'shaning uchun mana shu metrda ko'ringaniga savdo qilaverasizlar. Uzunligini ham bitta o'lchab ko'rsatamiz-a? Obunachilar, mana uzunligi yelkasidan ko'rib olinglar. Mana akalar, yelkasidan mana shu metrda ko'ringaniga mana shu. Xullas, qo'chqorimiz juda go'zal variantidan obunachilar. Mashalloh. Bir dona nuqsoni yo'q mana. Kallalar ko'rinishi umumiy mana bu ko'rinish obunachilar. Bellari ham o'ta qalinidan ekan lekin, Dilmurod. Dumbalar tikka mo'shni obunachilar, razrezi bor, xudo xolasa. Dilmurod, buni asosiysi narxi-da? Buni oldiga $1300 o'zimiz hayri bor. Dastlabki Xorazmga yetkazib beramiz inshaalloh. $1300 Hayri bor. Hayrini qilib dastlabkasi qayergacha? Xorazmga yetkazib beramiz. Xorazmgacha, mashalloh. Akalar, dastlabki Xorazmgacha faqat Tepaqo'ron Chorva kanalida bo'ladi. $1300. Mana bunaqa kashtaningizni qiziqdim Dilmurod. Menga mana shunaqasidan kerak edi, qidiryapti turdim degan akalarimizga hayri nech pul Dilmurod? $50 hayri qilib beraman. $50 hayrini qilib berasiz. Telefon qilsangiz yana o'tib berasiz inshaalloh. Akalar, shoshilib aloqaga chiqaverasizlar. Xudo xolasa biz keyingisini ma'lumotini berishni boshladik. $1300 ga $50 hayrini qilib telefon qilsalar yana ishlaringni xullas bitiradilar. Telefon qilasizlar, ish bitmay qolmaydi akalar. Obunachilar, ikkinchi partiyasiga mana bundaqa qora bulutni o'sha udoridan kelgan qo'chqorni qaranglar, mashalloh.
Akalar o'zimga ham yoqib qoldi, o'zim ham muxlis bo'lib qoldim mana shu qo'chqor. Buni ma'lumotini tez beraman, videoni cho'zmayman akalar. Qo'chqor mana bu stoyka. Akalar, oyoq kastaylar ko'ryapsizlar, novvosda oyoq o'xshayapti. Jumlari o'ta tozasidan obunachilar. Mana bu to'sh, kalla. Buni ma'lumotini berishni boshladi. Dilmurod cho'zmaylik obunachilar, kutib turib. Bu 4 chiqdi qo'chqarimiz. Qaranglar, to'shdi akalar, oldiga. Shuncha ham otilib chiqadimi, mashallah. To'sh kerak degan odamlarga mana bunaqa to'shni o'zini qirqib beramiz. Yosh oyliga, Dilmurodjon. 4 chiqdi bu. Qani, ko'rindi. Ko'rindimi? Ko'ring. To'rtdan to'ldirmabdi hali. To'ldirmayu hali. Obunachilar mana bu juni bor, mana bu, qirqma jun deydimi? Bo'ynini yo'g'onligini Bitta moshning bo'yni ham o'sha kechada kommentar yozib qo'yibdi-yu, balandligi 2 metr, uzunligi 3 metr filni bolasi. Mana shu filni bolasi bo'ladi akalar. Mana bu filni bolasi. Ana qo'chqor mana senga deganida. Dumbalari bichilmaydigan variant, oysimon o'ta moshnisin akalar. Orqa oyoq kengliklari, kastiyaklar, obunachilar mana kastiyaklar ham o'ta moshni akalar. Oyoqlari ham adiriga, toqqa yaraveradigan sortidan. Xullas qo'chqor bir so'z bilan aytganda akalar, bitta ham nuqsoni yo'q, o'ta moshnisizlar mana. Voyyo, mashalloh. Akalar, bu bitta bo'ybasini o'lchaysiz Dilmurod? Qo'chqor. Xohlaganlarga lokatsiyani tashlab beramiz, kelasizlar, tepasida ko'rib olsalar yana ham yaxshi bo'ladi. Mana metrimiz yerdan balandligi obunachilar mana. Mana shu qo'lingni qo'ychi. Mana shu metrda ko'ringaniga savdo qilasizlar akalar mana. Ko'rdinglarmi? Uzunligi ham bitta. Mana obunachilar mana bu yelkasidan uzunligi mana. Boshqa ko'rsatmaydi. Aqa ketib qoldi. Mana bo'ldi mana. Mana akalar yelkasidan mana uzunligi. Mana akalar nima deyapti? Mashalloh. Bo'ldi, metrda ko'rindi. Metr plus obunachilar. Qo'chqorimiz o'ta moshnisdan gigant narsadan akalar. Mana bu qarang, stoykani, mashalloh. Stoyka nima deyapti? Dilmurodjon, bu narxida, narxi nechi bu obunachilarimizga? Oldiniga 1,5 ming ozmat hayri bor buni. 1500 ga hayrini qilib berasiz. Hayrini qilib beramiz. Chiroyli qilib. Chiroyli qilib yetkazib beramiz. Dilmurodjon, qo'chqorlaringiz dahshat ekan. Sizni o'zi kuzatib borardik, endi ham chiqmay qo'ydingiz, qaytibsiz. Menga aytaqa zo'ridan kerak edi degan akalarimizga hayri qancha? $50 hayri qilib beraman mayli. Har doimgida-ya. $50. O'zimiz ashaddiy klientlarimizgachi? $100 hayri qilib beraman. Mashalloh, akalar, Dilmurodjon doim arzonchiligiga boradi. Mana buni qaranglar. $1500 ga chiroyli qilib hayrini qilib beradilar. Shoshilib aloqaga chiqasizlar. Qo'chqorni mana bu o'zim to'g'risi yoqtirib qoldim. O'ta moshni ekan. Mana bu umumiy ko'rinish akalar, stoykalari mana. O'ta moshni. Keyingisini ma'lumotini berishni boshladik. Sizlar shoshilib aloqaga chiqing akalar. Obunachilar, so'nggi partiyasiga mana bunaqa qo'chqorni toza simjunidan, qo'chqorni qora shahzodasidan akalar, to'shni qaranglar. Oyoqlarni qaranglar baquvvatligini. Buni ma'lumotini beramiz tez-tez, Dilmurodjon. Bu oldiniga 4 chiqib o'tdi, bu ham yangi. Yangi 4 chiqib o'tgan-a, bitta yunglarni ko'rsatyapti obunachilar akalar. Mana bu nima deyapti? Trosim, hijolatim buni oldida, mashalloh. Yiltirligi o'ta moshni akalar. Yosh oyligi Dilmurodjon. Mana. Yangi 4 chiqardi ham, ko'rindimi? Mana ko'rindi. Hali to'ldirmagan. To'ldirmagan. Yangi chiqqan akalar, qo'chqorimiz hali yosh. Tushlari oldiga otilib chiqqan variantidan akalar. Obunachilar, so'nggi partiyasiga mana bunaqa qo'chqordi. Qora shahzodasidan obunachilar, mashalloh. Umumiy ko'rinishi mana bu akalar. Stoykani qaranglar, bitta like tirsillatasizlar. Bu akalar so'nggi partiyasi, bitta like bosib, obuna bo'lmagan, hali ham obuna bo'lmagan bo'lsangiz aka, tez obunani bosib, qo'ng'iroqchalarni qilib, sioni bosib qo'yasiz. Bunaqa qo'chqor gigantlari, go'zallari yana birinchilardan bu sizning ekraningizda lippa etib paydo bo'ladi. Dilmurodjon, qo'chqor lekin tonlari o'ta toza ekan-a? Toza simjun. Bunaqa simjun variantidan akalar. Kastiyaklari ham o'ta moshni. Qani bu kallani, qaranglar kallani, garbonozni. O'ta deriskisidan ekan-a Dilmurod bu. Yosh oylik qanaqa? 4 yangi o'tgan mana Oldin aka. Mana. Ko'rindi. 4 yangi o'tgan qo'chqorimiz. To'shi oldiga mana buni otilib chiqqan variantidan akalar.
O'ta moshniy. Qo'chqorda dumbalari ham, razrezlari Dakansa varianti mana akalar. Dumba razrezi bor, Dakansa. Orqa oyoqlari ham. Oyog'ini ham ko'rsatib o'tgan videoda. Obunachilar mana bu qo'chqorimizni mana oyog'i, xullas, oxirgi ham qayergadir ilib olgan, bizga ham keldi bu qo'chqor. Tuzalgan hozir. Tuzalgan varianti akalar. Mana. Yaxshilar yaqindan ko'rib olaveringlar. Tuzalgandan keyin videoga chiqaryapmiz buni hozir aka. Tuzalgandan keyin video qilib chiqaryapmiz. Qo'yga qarashlar, yeb icharlar, bir gap bo'ladi bor. Yeb icharlari o'tkazishaveradi, ha. akalar yeb ichib turibdi. Qo'yga qarashlari o'ta moshniy. Bitta bo'y bastlarini o'lchab ko'rsataylik Dilmurod. Mana qo'chqorni qaranglar akalar. Mana obunachilar metrimiz yerdan balandligi mana shu metrda ko'ringaniga savdo qilasizlar akalar. 1 santimetr, yarim santimetr aqabaqa bo'lib qolsa hijolatbazlik bo'lmasin deb aytmayapmiz. Ko'rib, xudo xolasa savdo qilaverasizlar. Bunaqa qo'chqor olyapti turgan odam ahli yetadi. Mana bu yelkasidan uzunligi akalar mana shu. Mana metrimiz yelkasida turibdi, uzunligi mana akalar mana shu. Qo'chqorga ahli yetadi buni oladigan odamni. O'shaning uchun biz metrda aytmayapmiz. O'zlarining jichcha hisobini olib, misol 96 bo'lsa 94 ga, 94 bo'lsa 90 ga shunaqa qilib savdo qilaverasizlar. Dilmurodjon buni asosiysi narxida do'stim. Hozirgi buni ham 1300 dollarga hayri bor. 1300 dollarga hayri bor. Hayrini qilib berasiz, chiroyli qilib, ha? Dastlabkasi Xorazmgacha bo'ladi. akalar 1300 dollar deyaptilar. Har doimgidek 50 dollar o'tib berishlari 100%. Dastlabkasi Xorazmgacha, eshigingiz tagiga borganda pulini sanab olib qolasiz qo'chqorni. Inshaalloh rahmatini aytasiz qo'chqorlar, xudo xolis, nuqsoni yo'q, o'ta moshnilari. Unday bo'lsa biz video syomkamizni yakunladik. Sog' bo'lasizlar, salomat bo'lasizlar. Bizni kuzatishda davom etinglar akalar.